Xalisiyat, xalisliklar, mehrli qo'llar, muhabbat qalblarning eng yorqin jilasi Shirin Tush. Shirin Tushlarning reallikdagi sahnasi va shohlar, moyirlarning samimiy bayonlari hamda korxonchilarning eng mardonligi dal mushu yerda. Bu programma jamiyatning har qaysi qatlamlaridagi har xil kishilarning orzulari uchun maydon hozirlash va shohlar ahmiyatlik orzu, ahmiyatlik g'oya egalariga yordam berish maqsadida ta'sis qilingan. Korxonalar taraqqiyoti, xalqning qo'llashi va shohlar a'lo mulozimat hamda sifatli mahsulot orqali amalga oshadi. Xalqdan elib xalq qaytirish korxona madaniyatining eng yorqin jilosi va shohlar iste'molchilarning umididir. Şolaşqı biz aldı bilan Shirin Tush program gruppasi va shohlar barliq mayirlar nomidan aldı bilan o'ziniki mardonligi bilan sehiy qo'llarni sunayotgan barliq mehnatkash korxonchi ustozlarga alayda tashakkurimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, men aldı bilan buyuk programmamizga qatnashgan aziz mehmonlarni va shohlar barliq korxonchilarni bir tunishtirib o'tgan bo'lsam, biz Şikadonlar efendiler, hammalarning izgiyat bilan bosgan qadamlaringizga marhaba. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, undaqda Shirin Tush programmasi hozir rasmiy oldi boshlandi. Undaqda sahnamizda Shamsiya Abaydullah. Assalomu alaykum Nahmaydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizor ko'rgich do'stlar. Ko'ryapsizlar, Ixlos Shirin Tush programmasi. Men Shamsiya Abaydullah. Mehr muhabbatdan nurlangan bu programma orqali sizlar bilan didorlashganligimdan to'liq xursandman. Hammanglarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotingizga go'zal orzularning yor bo'lishiga tilakdoshman. Mehrli qalblardan muhabbat izlab kelgan mahirlar uchun, shunaqla ahamiyatli arzu armonlarga madadkor bo'lish uchun kelgan azizlarga hozirlangan Shirin Tush programmamizga kelgan qadamlaringizga marhaba. Xo'sh, undaqda mahirimiz sahnimizga marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ekran oldidagi barliq aziz ko'ruvchilar, Milletimizin iftixarı bo'lgan saxovatlik korxonchi ustozlar va bag'ilg'ich ustozlar, yaxshimisizlar? Men Kamina Barchiq o'g'li Imom Mahmudning aminglar o'tli salom. Ali ihtirom. Men bu yil 40 yosh, kasbim tijoratchi. Men oldi bilan o'zimning bir necha yil ijodiyatimni olib chiqqan, ko'rsatib o'tmoqchi, taklif fikrlaringlar aymasligini umid qilaman. Buldu ko'rpaqayli. Mavu bo'lsa qatlindigan o'rindiq. O'zi elib yurishga aplik, ixcham, yengil ham ko'rkam qilib yasab chiqilgan o'rindiq bo'lib, buni hozirgi zamonaviy zavodlarda ilg'or materiallardan yasab chiqilsa, texnik ko'rkam va yengil tutib chiqadi. Buni elib yurishga aplik bo'lib, somkalarga selib yurishga, hatto yanchiq selib elib yurishga mos keladi. Maşınlar sep koysa, her xil dala faaliyetlerinde ve seyir seyahatlerine çıkanlarda yaxşı eskatıdı dep oylayman. Bu orundukun esli son kişiliğim bana müşündak. Nasıl çıraylık ki, hem kolaylık. Bu yine okuyucularının mı yaxşı emrayi bulup sırtlarda üngeç kırganlarda olsun veya ki her xil sırtlarda elip birdiğen faaliyetlerde yaxşı eskatıdı dep oylayman. Bu orunduk ne? Patent kıyıyorlar, çıkan patent kinişkemni emas, somkada unutup kaptım yerde. Bunun patent kinişkisi patent yollab chiqqan onun ordu. Bu orqali yana e'lon tashviqot maqsadiga yetkili bo'ladi. Chunki bu o'rindiqniki mana bu 122 santida 15 santimetrlik bir varaq qog'ozga barobar bo'lib, har qaysi shirkat va korxonalar o'zlarining mas'uliyati va shirkatga aloqador e'lon tashviqot maqsadlarini ko'rkam qilib besib, bu o'rindiqni bu yuzlik chaplash orqali setib chiqarilsa, yoki har xil faoliyatlarda sovg'a sifatida tarqatilsa, unumi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Bu sonraq so'rag'im kelib ketdi, tannarxi-chu. Tannarxi. Buning tannarxi 30 yen atrofida bozor kirish bahsi 30 yen atrofida. Biz setib olsak 30 yenda setib oladigan darajada shunama. Bu birinchi tunishtirmoqchi bo'lgan ijodiyatim. Ikkinchisi mau bo'lsa bir qatiladigan ustal.
adeti tamak üstüne orada işitişkin buludu. Bunun adı katlağılık 6'daki kalınlığı 6 santimetre. Bunun igizligi 25 santa, uzunluğu 60 santa. Bunu eçilgandan keyinki 6'da yüzdün tötesi çoğunlukta eçildiğin bulup bu uzunluğu 1 metre, kengligi 60 santimetrelik olan bir üstelge ayınında. Bu anım şundak. Hem bunu zavutlarda, zamani zavutlarımızda arıq zaman ilgar materyalların payını yasap çıksak, tekimi yeng. Bunu mu yasaçta elip yürüşki eplik, orunu igellemeydiğen, hıçam kılıp layılangen bulup, bunu mu öyler işletken gibi maskildi. Her xil dalı faaliyetlerde, seyir seyahatlerde çıkarlar işletken gibi maskildi. Bunun mu patent koyarlar, patent kinişkisi bitken. Bunu 2 yıl patentimni patent kinişkisi tutulgan. Adette bu elip yürüşki eplik tutup layılangen, katındığın üstel. Bu meyve üzüş üskün ise, bunu vakti itibariyle ben kuraştırıcılık aletler mekap çıktı. Mesela bunu ihtiyaç kasasen uzatıp kıskatkılı bunu parçalap kuraştırıcılık bulur. Ben mayada sahneye çıkıp kuraştırıcılık oldursam vakti uzun gidildi. Kuraştırıcılık aldı da çıktım. Bunun asas prinsipi hem de ihtiyaç kasasen yenim uzatışkı bulurdu. Yeni bir netice uzatışkı bulmaya yapmaya gelip fakat 4-20 metre etrafı uzunlukta hep geldim bunu. Adette bunun olan alma, neşbet, yanak, örük katarlık danıs çoğurak olgan meyvelerini üzüşkü maskildiğen bulup. Üstüden bunda düşürken de. Bu adette meğer adette bunu şu danıs çoğurak olgan meyvelerini işitişki bulurdu. Hem de adırki hemimiz bilimiz diyarımızın bağben çıkışları uçkandek terakki kılıp umum külem 22 milyon modun açtı. Tecrübelep, ilmi usul perviş kılış arkalık, muhabiş meslep açmakta. Hem de istimalçılarımızın seviyesini üsüş bulup, meyvelerin üzüşünü tatıp, orap kaçılaş, saklaş kışbağa, şalgılarına koyulgan talep mi açmakta? Şunun için burun bizim üzüş usullarımız, bu adırkı talepke, masışanmayı kalibatıdı. Yani bunun da nurgun kolaysız amıllar mevcut, bunun usullarımız. Gerçi hel ılgarlaşkan bolsa mı adırkı üzüş usullarımız? Yanında nurgun kolaysız amıllar mevcut. Adeti igizligi 8 metreden igiz bolmagan şahsadiki meyvelerini daxillendirmesden birden üzüp şuvagılı buludu. Hazır kolunуздaki şu iğirlik qanchalik? Bunun iğirligi mavi 2 tal oluğulu oldu yani her ihtiyaç qarab uzat qiladi. Mashunun qo'shqa vaqtida 4 kilodan aşıdı mavi. Andan zavutlarda ishlab chiqilganda tannarxi texmi tövenlaydi dana? Tannarxi tövenlaydi. Bunun adeti şu tannarxi 100 koyunun üstüne bazar kirdi. Orunduk üstellerinizga qarab bunun ait qulaylik ekanligini his qildik parchalashga, qurashtirishga. Undaq bo'lsa sizning arzuyingiz? Mening arzuyim bo'lsa, men bugun men va menga o'xshash shu butun diyarimizdagi ilmiy ijodiyat bilan shug'ullanuvchi kishilarning o'rtaq arzusini yetib keldim. Konkretroq so'zlash to'g'ri keldi. Mening asos tashabbusim ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanuvchilarimizni hurmatlash, ularga g'amxo'rlik qilish ve ularni qo'llash tashabbus qilishni iborat. Konkret qilib aytsam, men yaqinqi yillarda diyorimizning har qaysi joylaridagi ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanuvchi hali ko'p kishilar bilan uchrashdim. Hatto qo'lida necha 10 turlik patent ishlar kishilar bilan fikrlashdim. Bu jarayon shuni his qildimki, hozir jamiyatimizda o'z xiroyatiga tayinib ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanuvchi kishilarning mutlaq ko'p qismida allburun muvaffaqiyatli tamomlab bo'lgan ijodiyatlarni ishlab chiqarib bozor qilish bosqichiga kelgan mablag' yetishmaslik ahvoli mavjud ekan. Hem de bunun sebebini hepimiz düşünmemiz mümkün. Bu jarayonda ular nurgun, şu ijodiyatlarni ro'yobga chiqargan nurgun zehniy kuchi, nurgun iqtisodiy, nurgun vaqtini sarf qilyotdi. Nima bo'lmasin, ular ishlab chiqarib, shunchalik alet keltirgan ijodiyatlarni ishlab chiqarib bozorga solamasa, mablag' yetishmaslik. Xalq undan foydalanmasa, bu to'lim afsuslanarli ish bo'ladi. Fan texnik yangiliklari o'zgarishlikka xoslikqa ega soha bo'lib, bizning ko'ngil bilishimizga, mablag' selishimizga shundaqla yo'shun kuchi zo'r bo'lgan sohadir. Shuni men bugun Shirin statistik chiqqan fursatdan foydalanib, barliq xalqimizga jumladan taraqqiyparvar, bahodir sifat, saxovat korxonchi ustozlarga shundaq murojaat qilamanki, biz
Hammamiz birlikte fen texnik yenilik yaratışlarını kollaylı, rıgbatlendireyli, ular medet vereyli, ular meblağ silip emkarlaşaylı, ulardan paydanaylı. İmkaniyet yer verse, rahmet. İmkaniyet yer verse, biz məxsuslaşkan, karxan şekildeki orunda birini kursak, bu orun məxsus meblağ acırtıp, fen texnik yenilik yaratışlarını bilen emkarlaşalaydıgan, veya ki bu orun özü mafik dep qargan fen texnik yeniliklerini öz aldığı ötküzülüp işlep çıkıp bazar siliş arkalı iqtisad ünüm yatalaydıgan bolsa. Yani bir taraftan bu orun özü işlep çıkış hiç bulamagan bazen bir icadetler katta sırttan fen texnik yenilikleri ihtiyaçlık bolgan, fen texnik yenilikleri kızıqıdığan kişilerini gelip kılış arkalı ularını təminlep, muş orun arkalı fen texnik yeniliklerini hem ötünüp berelaydıgan, hem sertifikalaydıgan, hem sertifikalaydıgan vaziyeti şekillendirip, bu orunda diyarimizdeki fen texnikki yenilikleri güzarlık aylandırsak bu tolum ahmet kişi olgan boladı. Bu arkalık bütün karxan, bütün cemiyetteki ilmi icadiyetçilerimiz kollaşka, rıgbatlendirişke ve gamkorlukka nail bulup, teximi tulup taşkan kızgınlık bilen, teximi yaxşı icadiyetlerini, teximi yaxşı keşfiyatlarını ürep çıkargan boladı. Ondan kılıp aytqanda, bunun nurgun adam menfaatlanıp, Tütkül cemiyette fen texnik yenilikleri kızıqıdığan, fen texnik yenilikleri için izlenediğan keyfiyat şekillenip, tütkül avam, partiya hükümetinin fen texnik yenilik yaratış şakırığı faal ağız kuşluk almay, öz növbetide güllengen, terakki kılgan, inak, iştipak boğan, güzel Şinjan kuruş işleri için mi? Kürnerlik rol oynayan bulat diye bir saplayman. Sözüm tügülü köpçük. Aferin size. Ondaqda siz müş teşebbüsünü oturup koyuş için de geldiniz mi? Benim elbette bu köpçülükün ortak, men ve mağuş kişilerin ortak teşebbüsünü elip girişten birlikte elbette ödemdim mi şahsi adak arzuyum ba. Ben bu şu icadiyetlerimde, bunun başka yani ben icadiyetlerim ba. Hatta ben ekologiyaga ait bir neç yıl tədqiqatım bulup bunu 5 yıldan köprek vaxtını serpil şarkılık 80% kısmını muvaffaqiyatla tamamlap oldum. Arzuyunuz? Kaldı. Arzuyunuz? Benim arzuyum bolsa bugün münasebetin faydalanıp köpçülükü bu icadiyetlerin köz şarkılık emdi. Emkarlışlık Allah bolsa emkarlış məqsədə şirin iştahnislik geldim. İmamka yaxşı tutdunuz mu? Bu tədqiqatlarınız acayip katı tədqiqatlar boptu. Bizning internetda, Şemsiyada, İmamka, muşundaq bir boşluq var. Yine bizning Uyg'urcha internetchilikda yamanjiq boshliqlar bor, lekin mana boshliq bek muhim boshliq. Bizning to'g'ri nim basalam, naqshi muzika, usul, taraf turib ko'ngil ochadigan narsa bakjiq. Ham davomli qo'shilyotdi. Ham bizda bundaq fan texnik uchurlari yoki fan texnikini tadqiqot natijalari bundaq o'zaro fikr almashtiradigan, fikr bayon qiladigan bundayalar bak oz. Ham badu lekin bak oz. Hamda bundaq gapni atlab o'tsam, sizning qo'lingizda patent huquqi ekan. Bu patent huquqi oldi degan gapning o'zi mening tushunchamda davlatning buningga bergan nurg'un mablag'lari bor. Misol, mush patent huquqi qo'lingizda bo'lsa, mushu orqali yoki bir shirkatlar yo shaxsiy nomingizda hamkorlashib o'tirib va iltimos sunsak, buningga nurg'un mablag'larni ajratib beriladi hukumat. Shu siyosatlar bor. Lekin nurg'un odamlarimiz uqmaymiz. Şuna bu jihatda uchur lozim bo'lsa, Karvan To'ri sizga bu uchurlarni ta'minlab beradi. Rahmat. Rahmat. İkincisi, endi mushda tadqiqotchilar atrofimizda mushlik to'p bo'lib qolsa, misol, biz maxsus bir guruh ajratib, mush jihatga bir oddiydan boshlab bir torbat yasab, mushundaq tadqiqotchilarni o'zimizga yig'sak, cho'qim bu yerda yaxshi bir maqsadlar chiqadi deb o'ylayman. Rahmat. Mening arzuyim shu. Rahmat. Mau tadqiqotlaringizdan ko'ra ikki xil mahsulotni chiqibsiz. Bizga chiqqandek. Bizningki Şinjan'da 130 necha yerda tarmoq o'rnimiz bor. Buni ko'lamlashtirib bir bozorga selishni o'ylab qoldim. Bo'lsa ikkimiz bir kechdi bulamdi, yoki bulamdi shirkatga borsangiz bir ko'rishib, bir fikrlashib baqqan bo'lsak, andan keyin meva uzish uskuningizni aplik turdi. Shuni ko'zlamoqchi. Shuni bir kechdi bir ikkimiz fikrlashib, aytikcha shirkatga borgan chaqda bir ko'rishib, ashuningga bir mablag' sog'im kelyotdi. Andan bizningki bir tadqiqot guruhimiz bor. Bunda hozircha 2-3 odam bor, ham ko'p odam yo'q. Shu yerga sizni bir taklif qilsam, siz bir shuningga a'zo bo'lib, bundan keyingi tadqiq qilgan fan texnika yangilik yaratadigan ishlarimizga bir daqamda etmoqsaq degan fikrim bor. Rahmat. Rahmat.
Bizimki oldingi qadimliq shirinchish programmamizda bir mayir kelib, bizning bir do'stga ishlab chiqarganligini degandan keyin men paranglashgandan keyin uningki do'stisi haqiqatan bizning shu yezi maktablarga mos qiladigan bize zamoniylashgan lekin tanarqi bize tuan bo'lgan intayin iqtisodiy unum yaratalaydigan ham ijtimoiy unum yaratalaydigan bir do'st ekan. Men shuning patent muqammini asli deyishib ishlab chiqarish uchun Guangzhoudagi zavod bilan hamkorlashib ishlab chiqarish uchun men Guangzhouga berib bu to'g'riliq paranglashdim. Paranglash jarayonida buningki haqiqatan biz o'ylagandan bu yaxshi unum hosil qila oladiganini bilib biz hozir shuni o'ylashyapmiz ishlab chiqarishni. Endi bu soat o'rindiq bilan jo'za üstel, urunduqlar üstel, do'stga asosiyatdan maktablarda ishlatilishga mos qiladigan bir qism maktablarda bolalar ko'tarib mangib yurish intayin aplik. Bo'lsa, xohlasangiz biz tushgandan keyin paranglashib, agar sharoitlar bor asosda biz hamkorlashsak bo'ldi. Ben sizniki yuqorida patent olgan va o'zingizniki o'z qo'lingizniki mevasini ko'rdim, hayajonlandim. Haqiqatan yaxshi mahsulotlarni chiqibsiz. Mushu bir korxona qurish va korxonaning mushu sizning mushu uskunalaringizdan ro'yobga chiqarish buning nurg'un jarayon va vaqt ketadi. Sizmi ko'p iznibsiz. Demak, meningki sizga bo'lgan qo'llamoqchi bo'lganim sizningki o'rindiqingiz qiziqib qoldim. Hozir mush o'rindiqni boshliqlar hamkorlashish va uni birdak zavodlarga berib yasab chiqish uchun ma'lum vaqt ketadi. Siz qanday bir korxona ishkir o'liklarga va yoki mush bizning Abdur Rahimazdan bormish korxonalar bir datlashmas po'lat taqtayda yasamsiz, ash o'rindiqingizdan men 500 ni zakaz qilsam. Bana ash o'rindiqingizdan tunji qadim sizning mush korxonada mush qadam bosishingizdagi turklik birinchi yo'li bo'lib qolsa deb o'ylayman. Chunki qaydo shirkatda 500 dan almoqchi deb sizni azroq izlam, texnik izlam deb qo'yildim. Bana 500 o'rindiqni birinchi qadamda zakaz qilib ashni men 500 ni bitirib beralisiniz. Mayli siz qanday usul yasam va yoki biroz qo'pol chiqib qolsa, men tunji qadam sizga o'rganish bosqichi. O'zingiz qolgan narsani bitiribsiz. Men 500 tal o'rindiqni onun ustiga siz degan e'lon tashviqotni men ta'minlab beraman. Bitirib bersangiz birinchi qadam 500 tal o'rindiqni men setib olsam deb qarayman. Rahmat. 500 tal o'rindiqni yasab qilish. Buni eskartib ketish to'g'ri keldi. Ma'ni ham o'zim shu yasash uchun maxsus suvarga yiqishni 5-6 oy o'rganib o'zim yasab chiqqan narsam. Ma'ni endi 500 ni zakaz qilish uchun buni ko'lamlashib kishiga vaqtimizni ta'minlash to'g'ri keldi. Hozir endi ma'ni emgak kuchiga tayinib o'zim yasab qilsam buning tanarqi hatta buni nechiz ko'rsatsam shu o'rindiqning o'zini menga gun ko'tarmaydi ekan. Bir kunda birini yasab chiqilmaydi ekan anidan. Davetni ko'lamlashuvga vaqtida men sizning nimangizga ko'pdan ko'p rahmat. 500 zakazga erishdim. 500 tal o'rindiqni qaydo shirkatiga seting shu chaqda. Chunki men nurg'un uskunlarni yasatdim, men zavodga berib bortimiz. Siz o'rindiqingizning originalini eplab basingiz, buni qildigan o'rinlar bor. Hamma odam dastlabki o'zi korxona qilib yasab ketmaydi, uni ko'pincha korxonachilar boshqalarga ishlatishgan bor, hatto boshqa o'rindiq qildirib kelib, o'zining markasi orqali setib bozorga kirayotganlar bor. Shuningga o'xshash, men demoqchi o'g'lim, men nurg'un o'rindiqga korxonalarda bir narsa bo'lib bizim yasabmiz uskunlarni. Shu o'rindiqingizni ko'tarib basingiz, tanarqan tuvan bo'lgan holatda odamlarni ko'tarish nisbati qancha qadam ko'taradigan holatda qilib sizga ishlab beradi. Uni men cho'qim bu jihatni ishonchim bor. Ketalaysiz. Rahmat. Rahmat. Şu chiqish yilining oldida men hamda bizning Lombo mablag' silish ko'royi bo'lgandan keyin bir necha kashfiyotchilar izlab kelgan. Ular bilan oldida paranglashgan bular bilan. Birisi mening o'ylaganim bu yerda faqat menlar emas, bayam shirkatdagilar deyotgankidek hammalarning birisi sizlarni qo'llash hamda mablag' silish shunday yaxshi bir qizg'inlik bor. Qo'llash tarafdan, mablag' silish tarafdan. Ama bırak bu yerda biz bu avtonom rayonida qiynalganimiz texnik tarafdan qiynalamiz, ishlab chiqarish tarafdan qiynalamiz. Bu bir aniq masala bu. Biz mayli hozir mablag' solamiz degan bilan bu texnik tarafdan yoki buningki boshqa taraflardan qiynalgan ishimiz bor. Hamda bizning bu yerda bunday kashfiyotchilarning bu kashfiyotini mahsulotga aylantirishga bizning bu yerdagi milliy shirkatlarning qilayotganimiz kashfiyotlarni texmo mükemmellashtirib buni yoki mishada bazasini topa olsak, ishlab chiqarishni topa olsak mishada qilish yoki bo'lmasa ishkir o'lkalardagi zavodlar bilan birlashish. Hamda mening xayolim kelgani hozir hamda aniq deyamayman. Men bu shirkatdagi paychaklar bilan
bir maslahatlashib baksam, sizlar şu keşfiyatçılar memnun bilmez, sizlerden bir gruppanlar var. Hammalar o'zaro aloqalashib turayotgan. Mening xiyolim kelgani, mush keşfiyatçılarga bir sahna hozirlab bersam, keşfiyatlarni mukammallashtiradiganga mablag' silib, mush keşfiyatni qanday yo o'zimiz ishlab chiqaramdik yoki boshqa bir xil amallar bilan buni bozorlashtiramiz. Shuni o'yladim. Program tushgandan keyin mushta xohlasangiz kelib izlasangiz ananikin keşfiyatçılarni yig'sin mushta grup qursak deb o'ylayman. Rahmat. Bo'ldi, rahmat. Sizlar biz ko'rishgan. Biz ko'rishgan. 2013 ko'rishdikmi? 2013 ko'rishdik-da. 2013. İmam Kam'ın icadiyetlerini ben şu vakti koygan. Botma urunduqlarni üstlerini koygan, ma meyve üzüşünü koygan. Şu çağda ben nayet yaxshi tekliflerini bergen. Şunda. Bugün men yana bir teklif bergim keldi. Bizde ma tadqiqot qilayotganlarda xalqaro qandaq narsalar tadqiq qilinib, qandaq chiqyapti degan narsani izlashsal to'g'ri bo'lib qolyapti. Sizlarga beradigan bir taklifim o'sha izlanayotganlar xalqaroda qaysi xil patentlik bunda tadqiq qilib bo'lgan narsalar bozorga silinib bo'ldi. Bu keng ko'lam bozorga silinib, xalqqa qulaylik kelyapti deganni izinib baqsanglar. Ikkinchidan masalan meva uzish mashinasi misolga olsak, Amerika dunyodagi birdan-bir eng cho'ng bo'lgan badam ishlab chiqarish bazasi. Men demoqchi o'g'lim, bular hozir taraqqiy qilib qaysalat keldi desangiz, 3 mashina bir vaqtda etizlik kirib mangadi. Mangan chog'da oldiki bir mashina daraxtning ustidagi barliq odamlarni yig'idi. Kendiki 2 mashinaga birisiga axlatlarni tashlaydi, birisiga badamini tashlaydi. Mush darajada taraqqiy qilib bo'ldi. Hozir mayasigan uskunimizda bir daldan meva uzgun tursak, biz qancha kun o'zimiz pishib bo'lgan mevalarni qachon o'zib bo'lamiz degan masalalar bor. Shuning uchun biz mayli qandaq narsalar qilaylik, mening da'vat qilim. Biz iloji va xalqaroda qandaq narsalar chiqyapti, qandaq qulaylik keldi, surat qandaq tez, buni qandaq ishlab chiqaradi, tanarq qandaq ma'ni o'ylash baqsaq. Ikkinchidan bizning Turpan diyori bizningki hozirgi dunyodagi uzum bazasining birisi. Nurg'un uzum dunyoning har qaysi yerlariga bordi. Bu üzümni hozir asosiyatdan biz tekmangishida qurityapmiz. Lekin buni quritib tushagandan keyin dastlabotgan, tushib ketib qolgan yerdan supugidan supurib ilayotgan ahvol bor. Buningga sizdek bir tadqiqotchi inimiz nayt aqlli bilan tadqiq qilib, hozir davlatimizdan bor rang ayirish mashinasi uzumlarni ranglarga qarab araydigan. Shuni texnik ilgirligi asosida taqtiq qurgan uzumlarni shumirib tatib olib, aqlatni aqlatiga, uzumini uzumga quruq yemishni. Ashunda g'alat ekilgan bir texnikani tadqiq qilyapti. Mandaq tadqiqotlar ko'p ishlandi, tanarqi azam bo'ldi. Shunga tadqiqotchilar mushtarni degim keldi. Texnik ko'p izlansak, o'zimizning qalbimizda bor o'tni kompyuter bilan internet bilan birlashtirib tekshirib baqsaq, izlab baqsaq, tuqmasak shu kitoblarni izlab baqsaq chiqadi. Mush orqali bizning ishlab chiqarayotgan, bizning loyihalayotgan mush patentlik maslahatimizningki xalqaroda natijani ziyada keyinda qilyaptamdi yoki biz ularni oldin qilib mushini o'ylashib qo'ymasak, bizning kunimiz, vaqtimiz bekor ketaverib qolsa, u chaqda umr qisqa, umrimiz yar vermay, nurg'un ishlarni qilolmay qolamiz. Mening tavsiyalarim bu shu. Yuqorida qolgan korxonchilarimizning fikrini berib o'tdi. Miras chektidan Amir Nuvajimizning fikrini dedi. Mening o'xshamaydigan bir fikrim bor. Hozir bu fikriga qarata. Mening birsi sizning kashfiyatlaringiz qarata haqiqatan qoyilligim oshdi. Hamda bizningki Şinjanning sharoitini bilib qo'ysak, bizning Şinjangniki yeziklik texi rasmiylik mashinalashgan davrga kirib bo'lamidi? Bizningki dehqonlarimizningki bog' orallari undaq ko'lamlashgan 1000 mo, 2000 mo, unda az sonda egallaydi. Demak, sizning shu meva uzish mashinangizni oldin qatim kashfiyatchimiz chiqqan vaqtda men darhol kallamga kelib, shundaq bir taldan izlagan bir kashfiyat bo'lgan bo'lsa, nima degan yaxshi bo'lardi deb o'tlasam, bugun bu kashfiyat chiqib qoldi. Naytı o'zim deb o'tdim, bir xil xushal bo'ldim. Hamda buning alohidaligi nima deb o'qimizda, bizningki hozirgi mush yezlarimizdagi bog'bonchilikda hamda biz ashundaq Amerikaga o'xshash shundaq bir ko'lamlashgan, mashinalashgan holatni yetildirishga balki meni 10 yil, 20 yil vaqtimiz ketishi mumkin. Demak, mushu 10 yil, 20 yil yana bir vaqt kelgich o'g'arliqda biz shundaq oddiy qulaylik uskunlardan foydalanib turib, shu unumini balkim hozirgidan texim yaxshi o'stira olishimiz mumkin. Şuna men ma kashfiyatingizga faqat rag'batli bera olmayman, lekin hamkorlashishga hozir menda nima yo'q. Qolgan korxonchilar cho'qim siz hamkorlashib sizni qo'llab mangad deb o'ylayman. Bo'ldi. Rahmat. Undaqda chish markazimizga marhamat. Sizga utuq tilayman. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1.
130 numur. Şundaq bolğanda sizning jami erişgan numuringiz 257. Muborak bo'lsin. Ahamiyatli orzuyingizni tanlash o'tkilimizga muvaffaqiyat bilan kirdingiz. Muborak bo'lsin. Rahmat, rahmat. Ko'pchilik rahmat. Pul tapqın demey gülek balağını, bilim bığda ilimga başla, tügümez oyun şeytan oyunla, buldu emli oyununu taşla. Bilim bığda össe bu günün, yürüp gider kara dilların, bekar ötken kara ömürge kaldı ene aşı yılların. Teniş digen ene amallık, kılma callıkta hiçbir yamallık, bilimsizlik asli bir nadanlık, bilimi yokmun cari samanlık. Salam sizga, xush kelibsiz, qarshi olamiz. O'zingizni bir tanishtirib o'ting. Ben Xotan shahardan Ruzdoq Demirnaz. Ruzdoqdi. Arzuyingiz? Arzurum she'rlar to'plami chiqish. She'rlar to'plami chiqarish. Nima kasb bilan shug'ullanasiz? Ben dehqon. O'zingiz she'r yozgansizda, Yozaman. shu she'rlaringizni kitob qilib chiqarish. Bo'ldi, biz oldi bilan bizningki aziz mehmonlarimiz bilan korxonachilarning gapini anglab boqaylik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Avval jiroq yo'ldan besib bugungi shu challenge sahnasiga kelganligingizga qarshi olamiz. Sizning umidingiz bir she'rlar to'plami chiqish ekan. Necha yil oldu siz she'r yozib qilay? Bir 3-4 yıl oldu. 3-4 yilda 4-5 xatir yozib qo'ydingiz, shunaqami? Endi mundaq gap chiqaram. Bu she'r degan endi yurakdan chiqadigan narsa. She'r bizning adabiyotimizdagi eng bizning olqishlab eng nadir janrlarimizdan birisi. Endi mening xiyolimda endi bu she'rlar to'plamini chiqirman deb chiqirib olgan bo'lgan narsa emas. Endi sizningki o'sha adabiyotga bo'lgan havisingiz, bu she'riyat bo'lgan mehrim muhabbatingizdan intayin hayollandim, so'yindim. Endi bu she'r zodi mushu yozgan narsalarni she'ri bir to'plam qilish imkoniyati bormi yo'qmi? O'shig'roq aytsak, zodi bir to'plamga yarg'idek narsa bormi yo'qmi? Bu nashriyatning qo'lidagi ish bo'ladi. Endi ba'zi shoirlarimiz bor, ularning she'rlarini nashriyatda talishib turib chiqaradi. Yani ba'zi bor, endi bir umr she'r yozgan bilan endi biror to'plamlik she'r chiqmay qolgan ahvollar bo'ldi. Yani bir maqsad men sizga desam, she'r yozishga maqsadingiz zargiz to'plam chiqarish uchun bo'lib qolgan bo'lsa, to'plam chiqarish uchun bo'lib qolgan bo'lsa, bu she'rni yig'ib, endi boyimi dedingiz, endi 5 xatir oldu, 6 xatir oldu deb, endi bu she'r menimcha undaq quloqdan tutib sanaydigan undaq oddiy narsa emas. Bu yurakdan chiqadi. Ben bu müşkemgeçi she'r yozishni xiyol qilmayman, lekin hatta ba'zi yurak qilolmayman. Shunga eng oldi bilan ash matbuotlar bunga baho bersin. Shular zot bu she'rlar bo'ldi ekan desa, agar haqiqatan sizning shunday bir qiyinchiligingiz bo'lsa, u chaqda o'ylash baqsa bo'ladi menimcha. Endi hozir ahvolda hech kim hozir bir she'ringizni o'qidik, qolgan she'rlaringizni hech kim ko'rgan yo'q. Mushundaq sharoitda endi bu she'ringizning to'plamiga yaramdi, yaramamdi. Buni endi biz bir nima deyish qiyin bo'lib qoldi. Rahmat. Siz bu asarlaringizni uçur orqali qo'llab beraman. Ama. Men uçur yo'llab bersiz, men bolaga buni yozdirib internetda bir taxt boqayli. Taxt qo'ygandan keyin ananiki buni inkasini men sizga telefonga yetkazib qo'ysam, o'zingiz biraylik. Yani siz ananiki qolgan tariqatni qilsangiz. Rahmat. Rahmat. Sizga utuq tilaymiz. Mayli qanday qilishidan qat'iy nazar, sizning she'riyatdan iborat mush yo'lga yurish qilganligingiz, so'yganligingizga, Uyg'ur she'riyati uchun azdur ko'pdir ajr singdirganligingizga aprin aytamiz. Qo'shindaqda tush markaziga marhamat. 3 2 1 Qo'shindaqda korxonachilar
40 numar. Cəmi erişkən numarınız 138. Əhmiyyətlik arzuingizni tanlash o'tkuliga o'tmay qoldingiz, lekin menimcha go'zal arzu armonlaringizning turtkisida ko'zlagan nishoningizga cho'qim yetalaysiz. Umid, ishonch sizga hamroh bo'lsin. Rahmat sizga. Yurtdoshlar salom ayting. Rahmat. Ro'zito'xta apandining adabiyotga, she'riyatga bo'lgan muhabbatini qadrlashga arziydi. Lekin aziz mehmonimiz aytgandek, she'riyat nihoyatda alohida va nozik bir soha bo'lganligi uchun bu mayrimizning to'plam chiqarish orzusining damonliq reallikka aylanishi notayin. Buning uchun adabiyot va nashriyot sohasidagi kasb egalari, shundaqla o'qirmanlarning inkosi nihoyatda muhim. Programmamiz taqdirlangandan keyin Ro'zito'xta apandining orzusi munosabatli o'rin va shaxslarning diqqatini tortib qolsa ajab emas. Assalomu alaykum, yaxshi muhtam. Assalomu alaykum, naq maydondagi karg'anchi ustozlar, mushu naq maydondagi mushu tomoshabinlar, televizor oldidagi ko'rmanlar, Kaminat show damladan hammangizlarga oliy salom. Undazda ikki tarafdagi umaq singlim zanglan tanishtirib o'tamizlar. Assalomu alaykum karg'anchi ustozlar, tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Atish qizi Muniradan o'tliq salom. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, karg'anchi ustozlar, yaxshimisizlar? Men Atish qizi Maryam Guldan sizlarga o'tliq salom. Bugun uchinglar o'rtaq bir arzuning turtkisida keldinglarmi yoki bir singlar vakil bo'lib o'z arzuyinglarni degili keldinglarmi? Bugun Bugün inim damlacınınki arzusu için biz yardımcı bo'lib keldik. Sizlar uchinglar qarindosh bo'lamizlar? Qarindosh. Bir oilaning bolalarimi? Oy, ko'z tegmisin sizlarga. Rahmat. Iningizmi? Bu yoq inim oyoq singlim. Bir oiladagi 3 farzand qarindosh biz degan naqshni ajoyib yaxshi aytib berdinglar. Ajab hayajonlandim menjimu. Undaq bo'lsa arzuyinglarni bir anglab boqaylik. Bizden bu sahneге asosliq chiqishlik asosiy maqsadimiz birinchidan shu 3 balni cho'ng qilib, shu oliy bilim yurtlarida o'qitib, nurg'ilgan jafolarni biz uchun chekkan shu aziz shu ota-onamga o'zimniki oliy salomini ikra orqali ifodalashni loyiq topgan shu kelgan. Ikkinchidan shu karg'anchi ustozlarningki mishunda biz yoshlarga mishunda sahnalarni hozirlab berganiga chin ko'nglimdan rahmat yetishishidan kelgan. Lekin meningki arzuyimga kelgan chog'da hech kimdan tortib bir karg'anchilab, iglik tiklab, shu xalqimizga bir yaxshi qulayliklarni yaratib bersam degan arzuyim bordi. Hozir Qashqar universitetida o'qiyapman.
Lekin meningki karxanchi bo'lish orzuyimdan texe hozirgacha voz kechkim yo'q. Voz kechkinim yo'q. Shunlashqa men shu hozirdan tortib shu maktabda o'qiyotgan vaqtda ishdan sirtqi ishlarimda shu karxanchi ustozlardan hunar o'rganish, karxanchi ustozlardan tecrübe toplab, kelgüsiki özümden karxan kuruşqa bir ulu hazırlaşını oylab, karxanchi ustozlarning bana bir şu iyilik işleş yo'lga bir yo'l ko'rsatgan deb shuni orzu qilib kelgan. Xo'sh, demak sizning bugungi orzuyingiz karxanchi ustozlardan tajriba egallash, ularning sizga yo'l ko'rsatishini umid qilsiz, shundaqmi? Shunday. Demek bu arzuyunuz ma'lum bir karxanada ishlash jarayonida shu karxanchininki bilganlarini shu jarayonda bilib olishmi yoki menimcha maxsus sizga o'gitish yoki dars o'tishga to'g'ri kelsa bizning karxanchilarimizning vaqti yor bermasligi mumkin. Konkret qanday o'ylashdingiz? Men shu hozir shu ishni kichik ishlardan boshlab, karxanchi ustozlarga layık tapsam şu mektebimde işten sırtqı o'qish vaqtlarimda, anandaki ta'til vaqtlarimda şu karxanchilarninki shirkatida qanday ish bo'lsa bir o'zimning qo'ldan kelishicha bir ishlab, hozirdan boshlab tajriba to'plab, kelgusidagi shu oliy maktab bitirgandan keyin shu o'zim iyilik tiklaydigan shuni ul hazırlashni o'ylagan. Tushundim. Ikki qarindishingiz ular qaysi maktablarda o'qiydi? Acam Qashqar Şinjan San'at institutida, men singlim Urumchi Kasbiy universitetida o'qiydi. Tushundik. Undaqda qani bizning aziz mehmonlarimiz, karxanchilarimiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Hozir elimiz Damollamniki o'zining orzusini anglab o'tdik. Oldi bilan elimizniki shu sahnaga dadillik bilan chiqqaniga afrin o'qiyman. Endi albatta biz yoshlardan mushtaq jangovarlikni, jo'shqinlikni, turg'unlikni talab qilamiz. Baya o'zining orzularini dedi. Endi men bunga ozroq bir qo'shimcha qilgim keldi. Endi bu bir iyilik tilasam, kelgusi karxanchi bo'lsam degan orzu umidlar kelsiz. Menimcha hozirgi o'rganish fursatini bizning karxanchilar sizga tamoman yaratib bera olishi mumkin. Endi hozir buningdagi eng muhim masala bu karxanchilik, bu iqtisod degan nihoyat cho'ng soha. Zaten siz qaysi sohadan chiqilmoqchi? Mushu orzularingizni yanada konkretlashtirish masalasi bor. Karxanchi bo'laman desangiz bek cho'ng gap bu. Zaten nima qaysi sohadan o'zib chiqmoqchi? Siz nimaga qiziqsiz? Qaysi ishni qila olasiz? Bu intayin muhim masala. Bu intayin muhim masala. Chet elning davlat karxanchilarining bir gapi bor. O'zining nima ish qila oladiganligini bilish 50% muvaffaqiyat qozongan bilan barobar deydi. Yani biz eng oldi bilan o'zimizning zaten nima ish qila oladiganligini, nimaga qiziqadiganligini mushu narsa aniq bo'lsa, undan keyin shu o'zingizning qiziqish bo'yicha izlasangiz, bizning bu yerda nurg'un kasbdoshlar, karxanchilar o'tiribdi, cho'qim sizning bu o'rganishingizga fursat yaratib berdi. Yani iyilik tiklash nuqtasini aytgan vaqtida, endi siz hozir oliy maktab o'quvchisi ekansiz. O'qish tugagandan keyin endi o'z oldingizga iyilik tiklasangiz, hozir davlatningmi iyilik tiklash uchun qo'llash bo'yicha siyosatlar nurg'un. Masalan, kichik so'mli qarzlar shu asos qatlamlarga berib, shu mahalliy ish boshqarmalarida og'ini bo'ldi bu narsani. Mushu orqali iyilik tiklash yo'liga menish kerak. Men sizning oldi bilan o'qishingizga qutqizlash bilan birga mushu orzularingizni yana konkretlashtirishingizni ma'lum bir sohaga markazlashtirib, mushu ideya bo'yicha mushu o'zingizning orzularini ishga oshirish uchun tirishingizni umid qilaman. Rahmat. Rahmat. Sizdan maqsadingizni tushundim. Endi mush maktab bitirib, maktabda o'qib bitirgandan keyin bir karxanchi bo'lman deb bir maqsadingiz bor-ku. Buningga siz tirishing. Andan keyin siz Qashqarda o'qiyotibsiz, Qashqarda mushu karxanchilikning mushu yemak-ichmak, kiyim-kechak har xil soyasi bo'ldi. Mushningda siz qaysini qilmoqchi? Qaysi tarafda taraqqiyot qilib mushu ish tutmoqchi degan bir o'y kelgan vaqtingizda biz maslahat solsak bo'ldi, bizni izlasangiz bo'ldi. Mush Qashqar Hayitga maydoniga joylashgan bir ixlos tanlov bozorimiz bor bizning.
Bika vaqtınız bolsa ya siz ta'til vaqtlarida bizning shirkatga berib, talablarimiz berib, eng to'van qismdan boshlab o'rganish qiling. Bu zodi elib setish qandaq bir ish, tushunamsiz, tushunamsiz, ashad uqvoqli bo'ldi. Karxanchilikni mushu o'tirotgan hamma karxanchi akalaringiz, ustozlaringiz mush jamiyatda biz necha dumilab, necha yiqilib ko'migan ishlar, ko'migan jiqishlar bor. Aş işlerini kallanız ötküzü, beşans ötközgenlik ki andikinizi bir karxançı bo'la olasiz. Şuna çıkıp tırışın. Aleyküm damıllam. Öz aldığı ilgilik tiklashga yo'l ko'rsatib berdiğanga Şirinchikka chiqmasangiz mı, hamma karxananing oldiga borsangiz ko'rsatib qo'ydi. Men sahnaga chiqibsiz. Vaqt munosib bilan jiqnas demang. Birinchidan tushgandan keyin karxanchi akalaringiz bilan ayrim parangizni. Ikkinchidan men sizga bir qancha kitob tavsiya qilay. Birinchidan muvaffaqiyat dasturida bir kitob bor. Ondan shirkatning kuchi degan bir kitob bor. Mush kitoblarni siz bir qator o'qib chiqqandan keyin siz bizga maslahat beradigan bo'lasiz. Shunga kitobni jiq o'qisak, bilim bizga o'zi izlab keladi. Oldimizda kitob do'st izlamay, boshqalardan yordam so'rash mening to'ziya aqlonlik emas. Rahmat. Rahmat. Siz bir karxanchi bo'lish, eglik tiklash nishoni bilan bu sahnaga chiqib turibsiz. Sizlarni men bizningki qaydo shirkatiga fikringlarni barcha chiqim xarajatlar bilan taklif qilaman. Taklif qilishdagi sabab shu o'ringa borganda bo'lsa 3 kundan bir haftalik tayyorlik bilan borsanglar. Karxananing ishki qismiga kirgandan keyin naq maydonda ishlayotgan 300 dan ortiq sizlarga o'xshash adisinglar qarindoshlar bor. Mushularningki emgigi bilan birlikda karxananingki zot qandoq barpo bo'lganligini naq maydonda turib bir ko'rib boqsa deydigan orzu bilan sizlarni taklif qildim. Karxanchi degan hukum hamda intayin cho'ng, chunqur ma'noni bildiradigan bir hukum. Bayatın ustozim deb o'tdi. Bizningki bosh liderimiz Erkin Hashim apandi kantarlik bilan mendan hozir siz karxanchimi deb so'rasa, balki men o'zimni karxanchi demaslik mumkin degan bir so'zni qilgan. Demak, karxanchi bo'lish undaq oddiy ish emas. Endi bu orzuyingiz nayt yaxshi ekan. Sizga tavsiyalarim endi bayatın ustozim deb o'tdi, birsi bilim jihatdan o'zingizniki saviyangizni ko'tarishga to'g'ri keladi. Ikkinchi birsi bayatın deb o'tgandek, o'zingiz yaxshi ko'radigan, o'zingiz qila oladigan ham siyosat, sharoit sizga qilishga yo'l qo'ydigan mushu doiraning ishidan siz o'zingizni tanishingiz kerak. Aldi bilan. O'zni bilish deganimiz shu. Siz shu ishlarning ichidan o'zingizning ortiqchiligini bayqay olsangiz, undan keyin shu ishda ilgirlab maqsangiz, balkim sizning keyingi istiqbolingiz texim parlaq bo'ladi deb o'ylayman. Endi bizda nima pul topsa, shuni qiladigan bir xil, shuningga intiladigan bir xil ish bor. Buni meningcha biz bundan keyin nimani yaxshi qila olsak, shuni yaxshi ilib borsak, balkim iqtisod pul yoki bizga keladigan natijalar shuningdan keladi deb o'ylayman. Oxirida sizningki natijangizning yaxshi bo'lishiga tilakdoshlik qilaman. Rahmat. Shundaqda tush sahnamizga marhamat. Qadrli tomoshabin do'stlar, undaqda bilet tashlashni boshlaymiz. 3 2 1 Undaqda karxanchilar 110 numar. Shundaq bo'lganda jami erishgan nomingiz 228. To'limi afsus inim. Ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tkiliga o'tmadingiz, lekin xushalmarlik yeri bizning karxanchilarimiz har qachon sizga yordam beradiganligini, tajribalarini so'zlab beradiganligini aytdi. Shundaq-ku, mushning o'zi g'alba deb qaradim. Akalaringizning yaxshi panda nasihatlarini esingizda ching tutib, davom ettirishingizni umid qilamiz. Arzu armonlaringiz reallikka aylangay. Rahmat. Men shundan so'tlam karxanchilarimizning ishlari o'ngishli, turmushga baxt tilayman. Rahmat. Bo'ldi. Qarindoshlar, qarindoshlar ko'zlaringizdan ota-onalar salomlar. Xo'sh, amsa. Rahmat.
Hemşeriler bilen Şerinçüş sahnesinde qeyrindoshlik kuyini yangratgan Damulla Hacı qalbidagi minnatdorlik tuyg'usi, hamkorlik ro'yi va igilik tiklash orzusini ifodaladi. Aziz mehmon va korxonchilarimizmo qiziqish yetildirish, nishonni konkretlashtirish va igilik tiklash haqida qimmatli taklif fikrlarni berdi. Biz Damulla Hacı'nın bu tecrübeler asasida ögünüş ve izlenişini davamlaştırıp, kelgüsüde bir münevver karxançı bulup çıkışıga tilakdoshlik bildirimiz. Sodasını ixtiyor. İnsan özünün qachon tug'ilib bir pasdan keyin otamning doktor qanchalik iqtisodga simayli qizimni cho'qim davoltimi degan titrangi ovoz anglandi. Xelidan keyin otam qaytib keldi. Ko'zlari qizirib ishib ketibdi. Manga chandırmaslik uchun udul karotimning oyog'iga kelib putlarimni tutishga boshladi. O chog'larda o'zimning bu kasalga giribtor bo'lib qolganimga qat'iy ishongim kelmaydi. Men tax yosh tursam, meditsinada bu xil kasallikka odatda 40 yoshdan oshganlarda giribtor bo'lish nisbati ko'rildi deydi u. Lekin amal qancha? Operatsiya muvaffaqiyatli bo'ldi. Ammo o chog'larda kichikligimdan bu kasalning mening butun hayotimni o'zgartirganini men qat'iy o'ylab boqmabdiman. Opam menga qarab tugishib ketdi. Otam mening kayfiyatimni yuqori ko'tarish uchun yatdi. Üçün yurtga qaytib qurilishlarda ishladi. Albatta, sirxtal turmush kechiradigan bir dehqon oilasi uchun necha 10 ming yuanni tayyorlash unda oson to'xtamadi. Otam vaqt chiqsa, menga kelib hamroh bo'ladi. Ozroq pul topsa menga uyatadi. Shunday qilib, ximiyalik, fizikalik davolashlarni tugatgandan keyin uyga qaytib keldim. Aradan bir qancha yillar o'tgandan keyin salomatligimni qayta tekshirgan vaqtida rak hujayralarning o'pkamga targ'aliq diagnozi qo'yildi. Men bu kasaldan sog'liq qutlamasmanmi, saqlab ketamasmanmi? Odamningki kasal qarshi kuchi bir yilning bir yilga o'xshamaydi ekan. Bağın siri acizlab mangdı ekan. Yana o'xshash operatsiya, yana ximiyalik davolash, yana fizikalik davolashlar. Faqatim badanim acizlab ketgachga, oqsil tuvalab ketib, ko'krak bo'shlig'im bilan qursoq bo'shlig'imga suv tushib ketdi. Bu suvlarni tatib etish uchun badanimga naychilarni o'rnatib etdi. Og'riq azobida oqshom kechlar uxlayolmaydim. Ximiyalik dorilarning ta'sirida ishtahim butunlay tutilib ketdi. Choshlarim butunlay tushib ketdi. Beshim olqinimdan farqi yo'q. Oppoq. Bir qiz bo'lish uchun chosh intayin muhim bir zinnatgandoq. O'rg'ida bir teri, bir ustxon bo'lib qoldim. Kayfiyatim intayin tuvan. Asarni ochiqladim. Başqalarga gapirsamki, hech kim meni ko'rmasga deb o'ylaydim. Dunyo ko'zimga tor ko'ringan, umid iplarim uzilaydigan shu damlarda otam menga: "Qizim, g'ayrat qilin. Dunyoda nurg'un odamlar bor. Ko'z ko'rmaydi, quloq anglamaydi, so'zlayolmaydi. Yana ba'zilarning qo'li yo'q, puti yo'q. Hatto ularning hech nimasi yo'q bilan. Siz o'zingizni ularga solishtirganda siz shunchalik sog'lom, shunchalik baxtli.
Sizning saqayishingizni orzu qilayotgan nurg'un urug' tuqqanlaringiz, do'st birodarlaringiz, qarindoshlaringiz bor. Opangiz bor, men bor bolam. O'zingizni bor bo'lgan narsani o'ylang. Siz hozir bir tup ko'chat, bir kunlari büyük baraqsan bo'lasiz. Boshqalarga soya bersiz, meva bersiz. deb tasalli beradi. Meni hayotga ishonchimni oshirish uchun har xil tasalli, ilhomlarni beradi. Har xil kitoblarni akib beradi. Dali Karnegi'ninki Qayg'urmang, Botirlar yashang degan kitobini qancha qatim o'qiganim esimda yo'q. Shunda qilib men doktorxonadan chiqdim. Uy qaytish yo'lida otamga qarasam, otamning burun shunchalik qomatlik, past ko'rinadigan gavdasi kichiklab ketibdi. Ko'nglim intayin yerim bo'ldi. Ata, apa, meni tug'ib, beqib, munchalik cho'ng qilib qo'ysanglar, asli masalaning holinglarni xabar olishim, farzandlik burchimni ado qilishim kerakdi. Lekin men ta hozirgacha sizlarga eg'irchilikni sab kiyapman, dedim. Lekin otam, qizim, sizning sog' salomatligingizni o'zi biz uchun eng chong sovg'a, dedi. Ota-onaning mehr-muhabbati ana shunda sof, g'arazsiz, minnatsiz bo'ldi ekan. Otamning to'xtamasdan meni rag'batlantirishidan men asta-asta qaddimni tikildim. O'zim qila oladigan ishlarni o'yladim. Kuchimning yetishicha qilishga boshladim. Talla bozorida ishladim. SOS balla kentida ishladim. Mal sotquchim bo'ldim. Guldukunim ochdim. Hatto balboqquchim bo'ldim. Men atrofimga kulimsirab boqqancha, atrofimning qaytib kelayotgani kulimsirashlar mening bag'on seni g'ayratimni oshirishga boshladi. To'g'ri. Odam asli o'zining o'zi eng yaxshi doktor ekan. Ruhiyatdagi kasallikni davolamachilik jismidagi kasallikni saqayta olmaydi ekan. Shuning bilan hozirgi shu xalqaro sotsial shirkatda ishlayapman. O'zimni xizmatimdan o'zim intayin mamnun bo'laman. O'zimni boshqalar qilolmagan ishlarni qilayotgandek his qilaman. 2 yilning oldida biraylarga iqtisod jihatdan qo'yilib ketib qoldim. O'ltasam qopsam, o'sha pulni qanday qaytarib olaman? Qachon qaytarib beray? deb o'ylaydan qoldim. Xayolim kelib qolsa achinib ketdim. Shu kunlarda bir kun tushdan keyin otam telefon qildi. Bolam, men xizmat binongizning oldida men kelgandim deb. O'sha qanday birinchi qavatga keldim, otamning qizini ko'rishib salomlashgandan keyin otam menga qo'limni chim tutib turib, "Bolam, endi u pulni o'ylamang. Inson bo'lsa bir kun bera. U pulni o'ylab og'irib qolsangiz, biz qanday qilamiz? Salomat bo'lsangiz pul degan topildi", dedi. Ota bir o'yinki to'rgil emaskan. U ham bolalarningki yulanchilikchi, asrg'uchisi ekan. O'ylab baxsam, shu chaqlarda otam mang'il emas, ruhiy va jismoniy jihatda qattiq ojizlagan, opamga shundoq cho'ng bir yulanchish bo'lib ketdi. Otam bir odatga dehqon. Undoq ma'nili, cho'nqur so'zlarni qila olmaydi. Lekin oddiy shu so'zlar orqali mening qalb darximni sug'urib, yashatib, meni ta bugungachilik yetilab ketdi. Bir qatim men otamga shunday degandim. Ota, siz dunyodagi eng esil, eng munavvar ota.